Qanchalik o'tirdilar? Qandaysizlar? Yaxshi savol keldingizmi? Mana yaxshi borandi? Valda, bugun kim keldi? Keldi, sizlar meni texnika xavfsizligi erejilariga qo'shib qaytalasizlar. Bilasizlarmi? Aytmaydi. Aleman. Kompüter jadvallarini tura emas mamile jaso. Tura kompüter jadvallarini tura emas mamile jaso. Tushunma. Mayjenim qolmagan jadvallarda qarama bu. Tura. Kompüterda muallimga ruxsatsiz kompüterga qiymat. Tura. Valda, bugungi bitta to'g'ri temamiz. Scratch programmasida o'yin tuzuv. Praktikal ish o'tadi bugun sizlar bilan. Bugungi savolimizning maqsadi bugun sizlar Scratch programmasi bilan ishlarni o'rganisizlar. O'yinning logikasini, jana tuzilishini tushunasizlar. Programma tuzib bo'lib o'shalarni barini o'rganisizlar. Sizlar bilan o'tganda vaqtda uy topshirma berganman sizlarga. Esingizda? Jazm jattab keldingizmi? Hozir ko'ramizda. Buna qutichada, buna korobkada. Sandal, yani aralashtirib tashlayapmanmi? Aralashtirib tashlayapman. O'sha sandalni hozir birdan tanlaysizlar. Qaysi san tushsa, bundan. O'sha odam turadi, ana so'rovlarga javob beradi. Uqdingizmi? Qo'lga bir-birini tez tanlaymiz. Oldu. Dayasınlar mı? Sifra ek mi? İkinci sifra kim geçti? Aha, durun. Programda bu evini Kompüter tarafından talablar ko'rsatmalarga javob Yaxshi, bir javobsiz. Yaxshi. Keyinchisi. Endi qayerga baraman qayerda? Qayerda? 12-chi savol. 12-chi. Kimlar? Kompüterdan paraqa chiqaruvchi bizga nima kerak bo'ladi? Printer. Tura, printer kerak bo'ladi. Turarmi? O'tiring musulmon. Printer kerak bo'ladi. Keyinchisi 11 kimlari? Turing. Sprite degan nima? Sprite degan nima? Ayt. Sprite bu Scratch programmalarning arqanday obyekti. Sprite bu. Endi kelgan turlar vaqt o'tib qoldi. 5 model bo'yicha o'tadi. Sağ olun. Buna Angry Birds oynamasınlar-da. Qiziq o'yin borda. O'shanda sizlarga o'xshagan valda jasashganda sekin-sekin o'sha Scratchda jasaymiz, ana sekin-sekin biz daha shunday qiyin programmalarga o'tamiz. Hozir men sizlarga o'sha Scratch programmasini tayyorlagan bir o'yin ko'rsatdim. Alda qiziq chiqdi. Qarang, ko'rasizlarmi? Najot almonlar turadi. Mana. Mana joqda bo'lsa, upay turadi. Nolda turadi. Bunday bordi. Birdasdan upay qo'yiladi-da. Ko'ringlarmi? Ana jashi flag bossam, qayra alma bo'lib qoladi. Jem mishiqni bayanday to'g'ri joqqa jo'rayib turib, sekirib meni olib qo'ygan qilsalar bo'ladi. Mana misollarda. Mana ko'rasizlarmi? Mana. Probel bastam sekirib o'tadi. Bu da o'sha Scratch programmasini jasolan. Biroq qiziqdi ekan-da. YouTube qolsa, men basalar xayrat foyda bo'ladi. O'sha. Bu da qiziq. Qiziq o'yin biz hozir точно bunday emas, biroq boshqacha o'yin qilamiz. Men sizlarga o'sha tushuntirib beraman. Mana blokdir, bilasizlarmi? Mana janobi qiymat, sirtqi ko'rinish, zvuk, o'qiya, mana janobi obyekt. Mishiq. Obyekt ne bo'ladi? Sprite bo'ladi. Janobi alma o'yini biroq biz bunday qilamiz sizlar. Ana vaqt o'zi ochib qolsa, upayni qancha qo'yib bayanday alma olganda o'shundan qancha ko'rib, o'shani ko'rsatib o'tadi sizlarga boshdan. Keyin sizlarda ochib oladi programmani. Birga ketamiz sizlar bilan.
Tagida klavish probel najati degan kodni topamiz buni. Topdik. O. Barni topdinglarmi? O. Kunda aytgandim, davraga qatnab qo'ying. Koordinat o'qib bilasizlar, bunday. O. Najat qanday bo'ladi? X X bo'ladi, najati Y. X qaysi joqqa qaraydi? O'ng joqqa, so'l joqqa qaraydi. So'l jog'i men uchun. Sizlarga boshqacha bo'lishi mumkin-da. So'l jog'i najati minus bo'ladi. Y bo'lsa, o'dasi plus cho'madi qanday bo'ladi? Minus bo'ladi. Hozir bizga qarash. Biz hozir sirtqi ko'rinishga. Mana joqdan sizlarga shu konsumni tanlab qo'yinglar. Ko'rib o'tamiz. Sizlarga shu konsumni olib, najot qo'yib qo'yinglar. Kelinglar, barlar o'rnidan to'g'riladi. Qalamingiz bo'lsa, qalamni olib, o'ng qo'llarni olib ko'taringlar. Qalam bo'lsa, uchada bo'ladi. Qarmab turib, o'ng qo'lni qarmab, arqamini so'l qo'lga berasizlar. Bunlarni o'shantik 3 yo'l qildilar, bo'ldi. Endi daha bir nero zaryadka qilib qo'yiladi. Nero zaryad kompleksini al boshqacha. Boshni zaryadka qilib qo'yiladi. Boshmandanlar bunday qiladi. Ana ko'rsatish bilan bunday qiladi. Mana qanday deb atayapsizlar? Chiqaloq tashqilar, ana boshmanlar tashqilar. Mana o'ng qo'llar bunday bo'lsin, so'l qo'llar bunday bo'lsin. 1 desam o'shanda turasizlar. 2 desam bunani javob turib, bunani ko'tarasizlar, bunani javob turib, bunani ochib qo'yasizlar. Bunday bo'ladi. Tushundinglarmi? Raslarmi? 1 ishni bo'lsa, bayonlashdan oldin o'tirib men bulardan o'sha deb qilib, mana sirelkani pravani leva qilasizlar, so'l joqqa bo'layotganda x ni minus 10 qilasizlar. O'sha qilasizlar o'zini bo'ladi. Burulu degan so'zni o'rchasi qanday bo'ladi? Burulu degan so'z. Развернуться degan. Развернуться. Движение qiymalga kiramiz. Ona. Mana. Развернуться. Mana bosib, mana joqqa qo'yib qo'yinglar. O'shanda burada bo'ldi. Endi buni bu qadar ko'chirib qo'yinglar. Desizlar, o'sha elektrod qo'yib, qo'l chiqotadi. O'ng joqqa bosib, dublirib bosib, mana joqqa tushirib qo'yinglar. Ona minus 10 bo'ladi, bular minus 90. Turadi. Endi turadi. Yaxshi, Aliхан. Dublirib o'tiraverasizlarmi? Birinchi alamda 1, ikkinchi alamda 2, uchinchi alamda 3. Endi tushundinglarmi? Bo'ladi. Endi 1 2 3 4 chiqadi. Bundan bassam qayra paydo bo'lib qoladi. Ko'ratasizlar? Bo'ldi, mishkan qo'yib qo'yib, mana qaranglar barni. Men uchun o'zida bayonga gulim qoldi, kameradan tatib oldim. Mana Umarga bugun 5 qo'ydim, yaxshi harakat qildim. Mana barda jedi. Nurmuhammadga 5, Eldosga 5 qo'ydim. O'shani sizlarga beraymi, ha? Tayyorsizlarmi? Bo'ldi. Bishqi o'sha so'rovlarda. Endi uyga topshirma. To'p-to'g'on almalarni daraxtdan sekirib olib programmasi tuzib kelasizlar. Janob, men birinchi ko'rsatmadim-ku. 5 almani qo'yib, probel bassam sekirdi. Sizlarda o'shani qildi. Probel bassa, Y o'qi bo'yicha nada qiymaldasi. Sekirdi. Y bilan qilasiz. Tushundinglar? Bo'ldi, bugungi savol o'z bitdi. Barchaga rahmat. Salomatlikda qolinglar.